Assalomu alaykum, hurmatli Nozimjon Uz kanal obunachilari. Bugun sizlarga chiroyli, sifatli ko'rib turgan sigirlaringni yeydigan yem ratsionini ko'rsatamiz. Nimaga bu yaqinda tug'ibdi-yu, nimaga bu ozimabdi deydigan bo'lsalar ham buni yem ratsioni to'g'ri tuzilgan. Shu sababli bu ozimagan mana. Bu sotilmaydi obunachilar. Shunchaki obunachilarim ko'rib, baho berib, bilishib olsin, yangi chiqayotgan chorvadorlar bor, o'shalarga ko'rsin degan maqsadda olib chiqyapmiz obunachilar. Kommentariyalarda shunaqa so'zlar, kommentlar qoldirilgan ekan obunachilarda. Iltimosga ko'ra video qilyapmiz obunachilar. Bo'lmasa ketdi yem ratsionni ko'rsatamiz. Mana obunachilar, yemxonaga ham yetib keldik. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda nima quruq somon turibdi, bag'da silusga quruq somon aralashtirilgan deydigan bo'lsalaring, xudo xolasa video davomida aytib borish kerak qilamiz. Birinchi o'rinda mana yemlar tayyorlangan joyga kelsak mana. Ko'rib turibsizlar. Ko'rib turgan oxirlaringdek yem mana. Buning ichida nima bor deydigan bo'lsalaring, buning ichida mana muchka, kepak, makkani yormasi qo'shilgan holda aralashtirib ko'rib turgan video boshida ko'rsatgan sigirlarimiz mana shu yemda, mana shu tarzda yemaydi obunachilar mana. Endi bunisiga o'tadigan bo'lsak, boyagi savolga kelganimizda nimaga deysalar, bu silusga nima sababdan somon aralashtiradi? Buni sababi mollar ko'p siyvormaydi va foydasi ko'proq obunachilar. Buni mana tornado jodisida chiqarilgan somon mana. Ko'rib turganlaringdek mayinligiga qo'ygan bo'laveradi, uyutib bersalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa videomiz yakuniga yetdi obunachilar. Kuzatishda davom etinglar. Keyingi videomiz obunachilar mana shu otxonani qaysi shaklda qurish kerak, qaysi tarzda qursa odamga ham, hayvonga ham qiyin bo'lmaydi degan savolga javob beramiz. Mana tayyor holi obunachilar. Yemni tayyor holi. Odamni ham yegisi kelib ketadi buni ko'rib. Mana ko'rib turibsizlar. Hamma hayvonga mana shu tarzda bo'ladi mana. Ichkaridagilarni ham ko'rsatamiz hozir. Ular yeyapti ham shekilli. Mana obunachilar ko'rib turganingizdek ichkarida mini fermaga ham kirdik. Mana ko'rib turganingizdek bularni barchasini eti zo'r. Bularni bunday ko'rganlar, bular yemlanayotganlar, qisir deb o'ylaydi, lekin barchasi bo'g'oz holda bularni. Hali 5-6 oylik bo'lmagan narsalar. Endi 2-3 oylik bo'lgan sigirlarimiz birinchi qoringa. Mana. Bulardan yemlari ham hozir mana bular yeb bo'pti. Hozir tashqarida ko'rgan yemlari tarzdagi mana. Akamiz makkani yormasidan bosib qo'ygan. Nima sababdan buncha ko'p olgan desa, buni narxi bitta narxda turmaydi. Bular narxi xolaganda pasayadi, xolaganda ko'tariladi. Shu sababli arzonligida bosib qo'ygan. Men ko'rib turgan o'tlayni ham abetda bir mahaldan yeydi obunachilar. Kuzatishda davom etinglar Nozimjon Uzda. Keyingi videomiz albatta qiziqarli bo'ladi degan umiddaman.